Hafiz Hafiza, Hafiz Hafiza, kutib oling bizni. Aka singilmiz, juda inoqmiz. Hafiz Hafiza, Hafiz Hafiza. O'ynab tolmaymiz, kulib o'ynaymiz. Hafiz va Hafiza. Kunlar o'tdi ro'zgacha, zerikmaymiz to'yguncha. Hafiz va Hafiza. Hafiz Hafiza, Hafiz Hafiza. Yangi ilmni o'rganamiz. Islom bilan tanishamiz. Hafizning siri nimada? Birinchi qism. Rahmat senga, Niko. O'ynash uchun berib turganing uchun. Mayli, arzimaydi, Hafiz. Ha? Yuringlar, ketdik. Qur'on o'qish vaqti bo'ldi. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى Hafiz, Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Niko. Haligi alamiyati nima edi? Nega surani ayta olmayapsan, Niko? Qobil. Niko, surani yaxshilab yodlab olishing lozim, o'g'lim. Xo'pmi? Xo'p bo'ladi, ustoz. Hafiza, Hafiz boshlagan oyatni davom ettirchi. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Demak, hurmatli tomoshabinlar, bugun biz bu yerga har kuni o'yinni kanda qilmasa-da Qur'on oyatlarini yod olgan Hafiz bunga qanday erishayotganini aniqlashtiramiz. Chunki bu juda shubhali. Lekin xavotir olmang. Haqiqatni yuzaga chiqarishimizga yordam beradigan do'stimiz shu yerda. Qani, oldiga boramiz. Bilasanmi, Ina? Seni javobing biz uchun muhim. Ina nima deganini tushuna olmadim. Demak, surishtiruvni davom ettiramiz. Qani, ortimdan. Assalomu alaykum. Mana ko'ryapsizmi? U hatto kitob ham o'qimayapti. Bu juda shubhali. Ina,
Yaxshimisan, Niko? Kel bu yoqqa, birga o'ynaymiz. Ha, kelaver. Yo'q, Hafiz. Bugun muhim ishlarim bor. Bo'pti. Aa. Mayli, unda boshladik. Ha? Salom hammaga. Yonimda bir guvoh turibdi. O salom. Hafizni siri nimadaligini bilasanmi, do'stim? Yo'q. Men bilmayman. Ha? Esim qursin. Hafiz bilan so'z topish o'ynashga kelishib olgandik-ku. Uzr borishim kerak. Davomi keyingi qismda.